aziz kuzatuvchilar. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana biz 23-mart 2025 sanasida Iymon va davlat nochirlik tashkiloti bilan har yili 21-mart Down sindromi kuni munosabati bilan o'tkaziladigan tadbirni o'tkazishga poytaxtga yo'l olyapmiz. Aynan 21-mart Down sindromlari kuni deb tan olinishiga sabab chunki Down sindromi 20 xromosomaning 3 nusxasi bo'lganligi uchun shu 21-mart ya'ni 2103 sanasi muntazam har yili Down sindromlari kuni Down sindromli insonlarni jamiyatda o'z o'rnini topishga ko'maklashish va qo'llab-quvvatlash kuni sifatida shu sana tanlangan. Mana shu sana munosabati bilan biz bugun Iymon va davlat nochirlik tashkiloti bilan tadbirga taklif qilinganmiz. Shu tadbirga yo'llayapmiz poytaxtga. Inshaalloh yo'llarimiz bexatar bo'lsin. Har birimizga yurgan yo'limizda qilayotgan ishlarimizda Allohim madadkor bo'lsin. Kunlaringiz xayrli bo'lsin. Yana bir bor barchalaringizga kirib kelgan Navro'za olam yasharish, go'zallik bayrami bilan chin qalbimizdan tabrik muborak etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha.